Siz o'zingizning qanchalik baxtli ekanligingizni his qilib baqdingizmi? Agar his qilmagan bo'lsangiz, tövəndəki bu son siferlarni ko'rgandan keyin siz nimaning minnatdorlik va qanoat qilish ekanligini haqiqiy tushunsiz. Butun dunyoda 8 milliarddan ortiq odam bor. Bu odamlar ichida o'rta hisob bilan har kuni 150 ming odam atki quyoshni mangu ko'rolmaydi. Siz o'z karvatingizda xo'rakni bo'lishchi tortib rahat uxlayotganda, butun dunyodagi 1 million 800 ming bemor kasal karvatida o'lim bilan tirkishidi. Ular uchun dal oxiratlik shu kasal karvati hayotidagi eng oxirgi bekat bo'lib qolishi mumkin. Balangiz har xil ichimliklarni ichish uchun ikkilanayotgan shu paytda Efiopiyadagi Sargadallar lagerida 12 yoshli qiz yarim ton tatliq suv uchun 15 kilometr yo'lni piyoda menish uchun qat'iy ikkilanmaydi. Butun dunyo bo'yicha yiliga 10 million odam ochlik sababidan hammamiz uchun tatliq bo'lgan bu hayotidan ayrilib qoladi. Namrat bo'lgan davlatlardagi 2 milliard odam necha yil yangi kiyim kiyish fursatiga erisholmay yalang'ochlik ichida kun o'tkazadi. 4 milliarddan oshiq odam 12 oyda hatto bir haqiqatmi go'shtning purig'ini puriy olmaydi. Siz uyim noit kichik deb og'rinayotgan shu vaqtda 2 milliard 800 million odam qor yomg'irdan daldalanadigan uyning bo'lmasligidan og'rinsimi amalsiz yashaydi. Sizning yuraklaringizni eng laqt-laqt qiladigini butun dunyodagi 1 milliard 300 million miyib kishi ichida 43 million a'mo qarindoshlarimiz hatto o'zi yaxshi ko'radigan shu mehrli kishilarning qanday ekanligini faqat qo'llari va yuzlarini silash orqali tasavvur qilishga majbur bo'ladi. Ular har xil ranglarning qanday bo'lganligini bilmaydi. Tabiat dunyosining qanday bo'lganligini bilmaydi. Mushuk va qo'ylarning qanday bo'lganligini aslo bilmaydi. Siz ozroq ish qilib yerib ketdim deb qoqshab yotgan shu vaqtingizda umurtqa so'ngki to'salg'iga uchragan shu kishilar bir istakan suvni ilishni yarim yil qayta-qaytalab mashq qiladi. Ular uchun bir istakan suvni ilishmi ana shunday orzu bo'lib qoladi. Hamdala bu dunyoga ko'z ichib oz o'tmayla bu dunyodan vaqtsiz ayrilgan bu vaqtlar. Tantirash ichida ota-onasini topolmayotgan shu bolalar. Har kuni o'zining uzun umr ko'rish uchun to'xtamay sog'lomlik mahsulotlari va dori yeyotgan yashanganlar. Ularning bu hissiyotlari amaliyotda siz mangu his qila olmaydigan azob. Ammo sizning-chu to'nglatqularingiz liq-liq nozik ne'matlar bilan to'lgan. Kiyim ishkablaringiz o'zingiz yoqtiradigan kiyimlar bilan liq to'lgan. Ko'nglingiz yerim bo'lganda paranglashadiganqa do'stingiz bor. Siz baxtlikmi emasmi? Siz uchun eng og'ir kelayotgan shu xizmat besimi amaliyotda butun dunyodagi 180 million ishsiz qilib tarjimonini har xil turmush ko'chalarida ko'tarib yurgan kishilar uchun orzu. Siz tamoqingizdan norozi bo'lgan shu chaqda 80 million odam quruq tomoq qachishini ko'tarib bir chin tomoqqa zar bo'lib yurmoqda. Hey, tabiatning qonuni bo'yicha hamon bir kuni siz mangu bu dunyodan qo'shasiz. Ammo bu qisqa